Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi 15-mavzumiz ta'lim va tarbiya jarayonida integratsiya. Reja. Ta'lim va tarbiya jarayonini integratsiyalash mazmuni. Ikkinchi rejamiz integratsiyani amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari. Uchinchi rejamiz ta'lim va tarbiya jarayonida integratsiyani takomillashtirish. Ta'lim va tarbiya jarayonini integratsiyalash mazmuni boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim va tarbiyani fanlar-aro tushuntirishdan maqsad tabiatni bir butunlikda bilish va uni asrashga o'rgatish. Chunki tabiat haqidagi bilimlar o'quvchilarning har tomonlama kamol topishi va tarbiyalanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu bilimlarni o'rganish orqali yoshlar tabiat va inson o'rtasidagi munosabat, ularning o'zaro aloqadorligi va bir mohiyatni atrof muhitga munosabatini tabiat muhofazasi yo'lida amalga oshirayotgan xatti-harakatlarini tahlil etib, ekologik muammolarning kelib chiqishiga sabab bo'lgan omillarni aniqlash lozim bo'ladi. Tabiat va jamiyat haqidagi fanlarni alohida o'rganish ularga oid tarqoq bilimlarni shakllantirishga olib keladi. Bunday bilimlar tabiat va jamiyatning bir butunligi, insonning tabiatga tutgan o'rni, insoniyat oldida turgan global muammolar mohiyatini to'g'ri tushunish va uni oqilona hal qilish uchun tizimli yondashuv zarurligi haqida tasavvur hosil qilish imkoniyatini bermaydi. Boshlang'ich sinf darslarida fanlar-aro tarbiyani samarali amalga oshirish o'quvchilarning yangi o'quv materiallarini qabul qilishga tayyorlash, fanlar-aro bog'lanishni amalga oshirish, muammoli vaziyatlarni yaratish, shuningdek har bir darsni rejalashtirish va ularni mohirona o'tkazish o'qituvchidan chuqur va puxta tayyorgarlik ko'rishni talab qiladi. Bu esa o'z navbatida dars samaradorligini ortishiga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf darslarida ta'lim-tarbiyani fanlarni integratsiya mazmunida yo'lga qo'yishga asos bo'ladigan tushunchalar quyidagi guruhlarga ajratilgan. Birinchi, jonli va jonsiz tabiatning o'zaro bog'liqligi asosida yuz beradigan hodisalarning umumligi va uzviyligi. Ikkinchisi esa tirik organizmda sodir bo'ladigan hayotiy jarayonlar va o'zgaruvchanlikni tushunishda, muammoli o'quv topshiriqlarini fanlar-aro aloqadorlikda amalga oshirishdan iborat. To'rtinchisi esa inson tomonidan tabiat qonunlarini o'rganish va undan samarali va oqilona foydalanish yo'llari hisoblanadi. Tabiiy hodisalarning o'zaro bog'liqligi va rivojlanishi sabab, oqibat va bog'lanishdan iborat. Bu beshinchisi edi. Ta'kidlash joizki, o'quv fanlarining maktab o'quvchilarida tabiatni bilishga bo'lgan qiziqishi shakllantirishdagi imkoniyatlar bir xil emas. Bu o'rinda tabiiy fanlar yetakchi o'rinda turadi. Ularning tarkibiy tuzilmasida muayyan tizim ketma-ketligini asoslovchi biologik bilimlarning o'z ifodasini topishi, o'quvchilar uchun tabiat hodisasi va jarayonining kechishi to'g'risida asosli ma'lumotlarni olish ularda tabiatni bilishga bo'lgan qiziqishni shakllantirishdan iborat bo'ladi. Integratsiyani amalga oshirishga o'ziga xos xususiyatlari bular: interaktiv ta'lim, oddiydan murakkabga, bilishdan ilmga, tartibsizlikdan uyg'unlikka, chanqoqlikdan mohirlikka va ijoddan bo'lgan harakatni taklif qiladi. O'quvchilarning ijodkorligi shundaki, ular fan uchun ma'lum, ammo o'quvchi bilmaydigan tomonlarni eng avvalo o'z loyihadagi va o'quvchilarni ham shunga undaydi. Madomiki shunday ekan, o'quvchilarda tafakkurni o'stirish uchun modul darslarini tashkil qilish orqali integratsiyani amalga oshirish samarali usul hisoblanadi. Shunday qilganda, o'quvchilarni tabiiy fanlar bilan bog'lab, o'qitishda egallayotgan nazariy bilimlarni bevosita texnikani boshqarishga, ya'ni amaliyotga tatbiq etishda zamin tayyorlaydi.
Tajribalarning ko'rsatishicha, mashg'ulot o'tkazish vaqtida yangi material mazmuniga mos holda metodlar tanlangandan keyin o'quvchilarning mustaqil izlanishlarini tashkil etish uchun masala va savollar yoki topshiriqlar tuzib, ulardan darsda va darsdan tashqari mashg'ulotlarda foydalanib borish o'qitish takomillashtirishda xizmat qiladi. Bu o'rinda tanlangan masala va savollar mavzu mazmuniga mos bo'lishiga, ularni o'quvchilarni mustaqil fikrlashga jalb qila olishiga e'tibor berish ta'lim jarayonini rivojlantirishda muhim hisoblanadi.